Sergelida tashlab ketilgan yana bir chaqaloq topildi. Bu 3 oy ichidagi 3-holat. Toshkentning Sergeli tumanida ko'chaga tashlab ketilgan yana bir chaqaloq topildi. Chaqaloqning topib olingan suratlari Facebook ijtimoiy tarmog'idagi Sergeli tumani guruhiga joylashtirildi. Bu Sergeli tumanida 2018-yilning boshidan buyon sodir bo'layotgan 3-hodisadir. Yanvar oyida yangi tug'ilgan chaqaloq sport sumkasiga solingan holda tashlab ketilgan bo'lsa, mart oyining boshlarida xonadonlardan birining eshigi oldidan sog'lom qiz chaqaloq topilgan edi. Aziz muxlislar, bunday holatlarga siz qanday fikr bildirasiz? O'z shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.